ayni paytda mijozimizga o'zlarining yuklarini topshirish jarayonlari ketyapti. Menejerimiz topshiryaptilar. Hozir shu bo'yicha sekin mijozni o'zidan ham hisobot olamiz. Xo'p, aka, shu paytgacha sizni tovarlaringizni yetkazib bergan. Assalomu alaykum, hormanglar. Assalomu Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz? Alaysiz aka, yaxshimisiz? Rahmat. Shular qanaqa yetib keldi, yaxshimi? Ular yetib keldi, mana qabul qilib olyapti. Chunki hammasini bittadan sanab, mana nima logistika mana vakilimiz ham shu yerda topshirishyapti ularni, aka. Vaqtida keldimi yuklar? Eng asosiy vaqtida undan ham yana asosiyroq hech qanaqa ortiqcha to'lovlarsiz. Hozirgi nimada juda ko'p muammo tushgan. Bojxona to'lovlarida, misol, yo'l kirolarida har xil to'lovlar, qo'shimcha xarajatlar chiqib qolishi. O'sha qo'shimcha xarajatlarsiz hech qanaqa bosh og'riqsiz logistika kompaniyaga topshirdik. Patkilich olib kelib beringlar. Biz shu Toshkentda mana skladimiz. Bo'ldi, hech qanaqa muammosi yo'q, hech qanaqa aralashmaymiz, faqat to'ladi, tamom. Vaqtida yetib keldi, necha kunda keldi? Bu bir haftada yetib keldi. Bir haftada Qashqardan Toshkentga. Arqbuloqqa ketdi. Arqbuloqqa ketdi. Yuklarda hech qanaqa muammo yo'qmi? Qanaqadir shikast yetgan? Yuklarda yo'q aka, hech qanaqa muammo yo'q. Sog'lom hammasi. Nuqsonsiz yetib kelyapti. O'zida qanaqa bu bo'yicha savollar qolib ketdi, nimadir? Avvalo endi baribir ishonch bo'lishi kerak. Endi odam bir-biriga ishonsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Endi tavsiyamiz, misol qolganlarga ham tavsiya qilamiz, shu logistikadan, Senfrightdan xizmatlardan foydalanish. Muammolarsiz ancha misol tajribali kompaniya. Yiliga misol qanchadir fura oborotlari bor. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Ishonch bo'lishi kerak ularimiz. Sog' bo'ling, charchamang. Yaxshiliklar, salomat bo'ling. Xullas, ko'rib turganingizdek, mijozimizning o'z fikrlarini mana eshitdingiz. Xullas, sizda agar qanaqa qo'shimcha savollar bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilasiz, savollaringizga javob olasiz. Qashqardan, ya'ni Xitoydan, misol uchun 6 ta tochka skladlarimiz bor. Bemalol yuklarimizni har tochkalarga qo'yib, bu yoqqa olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin pastdagi raqamlarga.